Assalomu alaykum. Sirdaryo viloyati Oqolti tumani Saxovat mahallasidagi loyiha paket bo'yicha Abdurahmon Jonibek xonadoniga tashrif buyurganmiz. Mana hozir loyiha paket bo'yicha xonadonda mana tovuqlar mavjud. Mana xashak yonida xashaklari bor. Hozir chorvamonlari tashqarida. Mana Abdurahmon Jonibek xonadoni. Mollari, chorva mollari dalada ekan. Mana hozir mana joylari turibdi mana. Mana shu joyda chorva mollari shu yerda saqlanadi mana. Mana xonadoni bu yoqda.